Bizda ko'pchilik dori vositalarini noto'g'ri ichib yuradi. Masalan, Amez degan dori bor, tarkibi omeprazol. Ovqat hazm qiladi deb o'ylaydi bizning odamlar. U ovqat hazm qilmaydi u dori. U dori oshqozon kislotasini kamaytirishga mo'ljallangan dori. Proton pompa ingibitori. Ya'ni o'sha kislota paydo qiladigan hujayralarga ta'sir qilib, o'shalarni bloklaydi. Natijada kislota hosil bo'lishi kamayadi va sizni jig'ildon qaynashingiz pasayadi, bosiladi. Tushundinglarmi? Lekin 90% odam ovqatim hazm bo'lmasa Amez ichaman deydi. Bu Amez ovqat hazm qiladigan dori emas. Yaxshi bo'lasizmi desam, ha, ovqatim zo'r hazm bo'ladi, Amez ichsam deydi. Ko'ryapsizmi? Platsebo effekt bu-da. Odam miyasiga shunaqa buyruq ketadi, shu Amezdan ovqatim hazm bo'ladi deydi, oshqozoni zo'r ishlaydi, tushunasizmi? U noto'g'ri. Amezda qancha nojo'ya ta'sirlari bor. Ertaga oshqozoningizni kislotasini kamaytirib atrofiyaga olib kelasiz. Anemiyalar har xil kelib chiqadi. Boshqa har xil yomon holatlar kelib chiqadi. U vitamin emas-ku, olib ichaveradigan uni. Ovqat hazm qiladigan narsa u boshqa umuman. U oshqozon osti bezini fermenti, pankreatin degan ferment bo'ladi. Ana o'sha ovqat hazm qiladigan hisoblanadi. Uni ham oshqozon osti bezingizni fermenti yetishmovchilik bo'lgandagina ichiladi uni. Prosta ko'p ovqat yeb qo'ysangiz, uni ichish sizga hech qanaqa effekt olib kelmaydi. Barjomiylar ichib yurishadimi? Chortoqlar ichib yurishadimi? U hazm qilmaydi sizlarning ovqatinglarni, baraka topkirlar. U kekirsa yengillik keladi-da, o'sha yengillik hazm bo'lyapti deb o'ylaydi. U ishqori bo'lsa, u navarot oshqozoningiz kislotada, kislota bilan haligi ovqatingiz aralashtirib, kislota ishlab, ovqatingizni yumshatib, endi uni ichiga o'tkazaman, hazm qilishga deb turgan, siz chortoq ichasizda, butun kislotani ishqor bilan neytralizatsiya qilib tashlaysiz-da, ishini Allohu akbar qilasiz. Ovqatingizni tezroq o'tib ketishini xohlasangiz, ichiga oshqozonni peristaltikasini kuchaytiradigan dori ichish kerak. Bu dori guruhlari prokinetik deyiladi. O'shani ichasiz, oshqozoningiz og'irlik bo'lib turgan narsa, oshqozoningiz tezroq peristaltikasini kuchaytirib, ichiga o'tkazib beradi. Ichida keyin hazm jarayoni boshlanadi. Oshqozonda hazm jarayoni bo'lmaydi, ichida bo'ladi hazm jarayoni. Oshqozonning vazifasi ovqatni namlab, yumshatib berish. O'sha ichiga hazm jarayoniga tayyorlab berish. Ingichka ichidagi hazm jarayoni bo'ladi. Dorilarni to'g'ri ichinglar, baraka topkurlar, to'g'ri ichinglar.